Uyg'urlarda farzand tarbiyasi. Abduri Yar Muhammed Tayir Tuğluq. 7. qism. 5. bab. Adab axloq tarbiyasi. Faziletli kishi go'harga o'xshaydi. Faziletsiz kishi o'tkichidagi petekka o'xshaydi. Qadimgi Uyg'ur she'rlaridan. Farzandlarga berilgan adab axloq tarbiyasi oila ustiga ilishga tegishlik ta'lim tarbiya mazmunining eng muhim salmoqini egallaydi. Uyg'ur jamiyatida farzandlarning tarbiya ko'rgan yoki tarbiya ko'rmaganligini o'lchashda bilimlik yoki bilimsiz bo'lishidan ko'ra axloq fazilat jihatdagi talabni yuqoriroq o'ringa qo'ydi. Chunki kishilik munosabat jarayonida eng ro'shan va gavdalik ifodalanib turadigan har bir odamning fazilati. Hozirgi jamiyatda kishilar fazilatli bolalarning fazilatsiz bolalarning mas'uliyatini oila bilan maktabga yuklaydi. Faziletli bolalar uchun ota-onalar bilan muallimga rahmat etsa, fazilatsiz bolalar uchun ota-onalar va maktabdan og'rinishidi. Adab axloq tarbiyasi faqat tarbiyalashga bog'liq. Adab axloq jihatda yaxshi tarbiya ko'rgan bolalar qon bilan kirgan xo'y, jon bilan chiqar degandek umrlik go'zallik libosini kiydi. Buning oldingi sharti kichik chog'dan tortibla farzandlarni adabga o'rgatish, ularda fazilat yetildirish kerak. Ota-onalar bolalarning har bir ish harakati, har bir so'ziga diqqat qilishi, har bir ishga to'g'ri kelganda tarbiya qilib turishi lozim. Adab axloq tarbiyasining mazmuni intayin keng. U odamning barliq harakat faoliyatlari va o'y-xayollarida ifodalanib turadi. Biz bu bobda kishilik munosabat jihatda ifodalangan bir qism adab axloq masalalari ustida maslahat berish bilan kifoyalanamiz. Birinchi, yaxshilik qilish, yomonlik qilmaslik tarbiyasi. Yaxshilik qila olmasang yomonlik qilma, yaxshilikni bilmasang yaxshilarga qo'shil. Alisher Navoiy. Farzandlarga kishilarga yaxshilik qilishni o'rgatish, yomonlik qilishning ziyinini tushuntirish fazilat tarbiyasining yadrosi hisoblanadi. Uyg'urlarda yaxshilik qilsangmi o'zingga qilasan, yomonlik qilsangmi o'zingga qilasan degan aqida bor. Bu uzun yillik turmush amaliyatidan yakunlangan tajriba. Farzandlarda kishilarga yaxshilik qilish xislati qanday shakllanadi? Birinchi, farzandlarga kichikdan boshlab mehribonlik, boshqalarga ko'yinish, kishilarni so'yish tarbiyasi olib berish kerak. Ular yaxshilik qilish odamiylikning muhim belgisi ekanligini tushunsin. Ularni saboqdoshlari qiyinchilikqa yo'liqqanda ularga aktivlik bilan yordam qilishga ilhomlantiring. Ikkinchi, farzandlar shaxsiyatchi, manfaatparast bo'lib qolmasin. Faqat o'zini o'ylaydigan odamlar boshqalarga yaxshilik qilishni ravo ko'rmaydi. Uchinchi, yaxshilik qilishda ota-onalar o'zi ulgu bo'lishi, ta'sir orqali yaxshilik qilishning qadr-qimmatini his qildirishi lozim. To'rtinchi, farzandlarning yaxshi ish, yaxshi harakatlariga ilhom berish, ularni qo'llash kerak. Hargiz haq bilan koring nimitdi, uning bolasiga nimishga yordam qilading, u senga qanchalik yaxshilik qilgan degandek so'zlar bilan farzandlarning sog'lom, oliyjanob ruhiga hargiz sovuq suv sepmaslik kerak. Hatto sizlar askilab qaraydigan va sizlar uchun dushman deb tanilgan bir odamga yordam qilgan bo'lsa-mu, obdan qilsan bolam deyish sizlarning yaxshi, fazilatli ota-ona ekanligingizni ifodalaydi. Shundala farzandlarimiz yaxshilikning xosiyatini haqiqiy his qila oladi. Nasihatdan namuna. Balam, yaxshi odam bo'lishga tirishqin. Yaxshi bola bo'lishning eng muhim o'lchamining nima ekanligini bilamsan. Qandoq bolaning yomon eski sanaladiganligini uqamsan. Shuni bilginki, boshqalarga yaxshilik qiladigan, yaxshilik qilishni o'ylaydigan, boshqalarga yordam berishni xushallik deb biladigan, boshqalarga yaxshilik qilishni tavsiya qiladigan bola yaxshi, axloqli, aqlli bola sanaladi. Boshqalarga yomonlik qiladigan, yomonlik ko'zlaydigan, yomonlik qilishni o'ylaydigan bola eng yomon, eski bola, aqlsiz, fazilatsiz bola deb qaraladi. Adam bu dunyoga yaxshilik qilish uchun kelgan, hargizmi yomonlik qilish uchun kelgan emas. Sen yaxshilik qilish uchun, yomonlikdan qo'l uzish uchun nemining va qanday ishning yaxshi ish, qanday ishning yomon ish ekanligini bilishing lozim. Yaxshilik qilishning va yomonlik qilishning darajasi bo'ladi. Bir qism yomonliklar bor. Uning yomon ish ekanligini bilmay qilib qolsang, u yomonlik hisoblanmaydi. Keyin unda ishni qilmasanglar, sen yaxshi odam bo'lasan. Agar bilib turib yomon ish qilsang, aqlsiz, eski bola bo'lib qolasan. Balam, boshqalarning yomon gapini qilma. Boshqalarning narsalarini ilib olma. Kollektivning narsalari bo'lsin, shaxslarning narsalari bo'lsin, o'zingning narsalaridek bilib asra. Boshqalarga tosh chalma atadigan, kishilarning eshik derazalariga tosh atadigan ishlarni qilib solma. O'zingdan kichiklarni bo'zaq qilib urishsang bo'lmaydi. Ajizlarni boshqalar bo'zaq qilgan bo'lsa, ajizlarga yordam bersang yaxshilik qilgan bo'lsan. Yomon odamlar boshqalarga ziyonkashlik qilayotgan bo'lsa, jur'atlik holda yomon odamlarga qarshi turish yoki saqchiga ma'lum qilishmi yaxshi qilganliging bo'ladi. Boshqalarning yomon ish qilayotganligini ko'rib turib ko'ring bo'lmasa, yomonlarga yantayoq bo'lgan bo'lsan balam. Qiyri odamlarga, aciz kishilarga yordamlashib ishlarni qilishib bergim. Yaxshi so'z, yaxshi harakat, yaxshi o'y-xayollarning hammasi yaxshilik bo'ladi. Yomon ish, yomon so'z va yomon xayollarning hammasi yomonlik bo'ladi.
Elçir Navoiy buvimiz shundoq degan balam. Yaxshilik qilolmasangmi yomonlik qilma. Yomonlik qilmaganliging yaxshilik qilgancha bor. Farzandlar sal qurama yetib qolganda talabni tixmi qattiqroq qo'yishga to'g'ri keladi. Bu chog'da ularning mijoz xarakteri tixmi ro'shanlashadi. Jamiyat bilan bo'lgan muomala munosabatlari qo'yiqlashadi. Bu to'g'rida keyingi boblarda yana konkret to'xtalamiz. Ikkinchi, adab tarbiyasi. Bir qavmdan bir odam yomon ish qilsa, cho'ng-kichik hammaning qo'ymas qadrini. Ko'rmidingmi bir kala ekinga kirsa, yezidagi kalaning bulg'ar barini. Shayx Saydi. Bir danışman adabsiz adam, ming odamning orasidami yolg'iz qoladi degan ekan. Chunki adabsiz, fazilatsiz odamning qiliqlari intayin sat bo'ladi. Adabsizlik, nodonlik va madaniyatsizlikning bir alomati bo'lib, kishilar undaq odamdan qochadi. Fazilatli odamga kishilar yepishadi. Chunki fazilatli odamni har qanday so'rinning guli qilg'il bo'ladi. Ko'nlar adabsiz odam cho'ng ishlarga yaramaydi. Pishqan ishni ximiga yondiradi deyishadi. Şuna Uyghur xalqi farzandlarga tili chiqmagan chog'dan boshlabla adab tarbiyasini boshlab etadi, adab so'zlarini deb quliqini pishiradi. Masalan, yaxshimisiz da, xo'sh da, ochashni yak akashni suyib qo'y, tag'a teshliqmi da, hamma xo'sh da, rahmat da, hashqolli da, cho'ng opam, cho'ng dadam yaxshimi da deganga o'xshash hurmat va adab so'zlarini Uyg'ur buvoqlari tushunadi ve qo'l isharasi bilan maqsadni ifodalaydi. Bu xil odatlantirish farzandlarga berilgan fazilat tarbiyasining dastlabki asosini soladi. Shundaqla ularning go'dak qalbida kishilarni so'yish va hurmat qilish tuyg'usi uyg'onadi. Ota-onalar qat'iy diqqat qilish kerakki, bolalar go'dak bovoq chog'da hargiz chaqchaq qilib bo'lsa-mu ularga onangni da tilla, undaqda, mundaqda, tufida degandek adabsiz ishlarni va adabsiz so'zlarni o'rgatishga bo'lmaydi. Nasihatin namuna. Balam, biz Uyg'urlar adab qoidasiga pek ahamiyat beramiz. Bizda adablik, fazilatli kishilar ulug'landi. Adabsiz, fazilatsiz kishilar har vaqt past ko'rildi. Adabsiz odam hayvon qatorida sanaladi. Chunki adab axloq odamiylikning eng muhim belgisi. Har qancha salobatli odammi fazilatsiz bo'lsa, kishilarning nazarida eng sat ko'rindi. Har qancha sat odam go'zal fazilatli bo'lsa, kishilarning so'yishiga erishadi. Sen özünü qanchalik hurmat qilsang, boshqalarni shunday hurmat qil. Adab axloq o'zingni qadrlash bilan boshqalarni hurmatlashdan iborat go'zal qalbdan paydo bo'ladi. Boshqalarni hurmat qilsang, sen hurmatga loyiq odam bo'lasan. Balam, Uyg'urlarning adab axloqiga uyg'un konkret talablari mundaq bir qancha taraflarga munosabatlik. Birinchi, kishilar bilan uchrashish va salomlashishdagi adab. Balam, sening fazilating kishilar bilan aralashish, ko'rishish, uchrashish jarayonida ro'shan ko'rindi. Chunki kishilar bilan uchrashish va ko'rishishning o'ziga xos adab qoidasi bor. Bu bizdagi azaldan davomlashib kelayotgan qimmatli an'ananing biri. Mubodo sen bir kim bilan ko'rishish uchun uyga kelgan bo'lsang, oldi bilan eshikni asta chekib, qattiq urishmi adabsizlik bo'ladi. Izni ruxsat so'raysan. Uy ichidan kim deb so'rsa, men Pokoni deb ismini aytsan. Men deb qo'yish adabsizlikka yotadi. Öy egisi ichida turib, kimni izlaysiz desa, izlamoqchi bo'lgan odamning ismini deysan. Agar kirishga ijozat bersa, kirsan. Agar boshqa javob bo'lmasa, ketib qolganing tuzuk. O'zaro salomlashganda umum qoida assalomu alaykum deb salom berish. Salomni va alaykum assalom deb ilkilish. Salomning bundaq adab talablari bor. Diqqat qilgin. Uyg'urlarda ikki mo'min o'zaro uchrashganda bir-biriga salom qiladi. Salom qilmaslik va salomni ilik olmaslik adabsizlik bo'ladi. Salom berganda va javob qaytarganda qarshi taraf anglagudek bo'lsin. Agar sen jamoatning oldiga kirsang, cho'nglar bilan uchrashsang, oldi bilan salom qilasan. Hargiz jamoat orasidagi biror odamning nomini atab turib salom qilishga, xo'shlashganda biror odamning nomini atab xo'shlashishga bo'lmaydi. Cho'ng ko'chada va bozorda tanishdan boshqa odamga salom qilish talab qilinmaydi. Agar bir kishi yana bir kishidan sana salom aytgan bo'lsa yoki xatar qilib salom aytgan bo'lsa, darhol javobini qaytar. Bo'lmasa adabsizlik sen tarafdan bo'lib, rishtani uzishga sabab bo'lib qolasan. Salom sahatning yana bir qoidasi, martaban har qancha cho'ng bo'lgan taqdirdami kichiklarga avval salom bersin. Harvida, otda yoki motosikletda bo'lsang, turgan yoki o'tirganlarga salom bersin. Jamoatning oldidan har qanday qatnash qurollarini tez choptirib beydib, to'p-to'zitib o'tish adabsizlik bo'ldi. Bo'lsa, suratni aslatib, salom qilib, ondan tizlasang adabsizlik bo'lmaydi. Mang'ay bo'lsang, o'tirganlarga salom bersan, hargiz o'tirganlardan salom kutmaysan. Ozchilik ko'pchilikka, boshliq puhraga salom qiladi. Bo'lmasa qoidaga xilop. Tövəndəki əhvalda salamlaşış tələb qılınmaydı. Əgər maşınlıq kişiyə, acilxandakı kişiyə, uxlayatqan kişiyə, yuyunayotqan kişiyə, taam yeyib turğan kişiyə salam qılmısımı boludu? Cavabmı tələb qılınmaydı. Bundaq kişilər bilan uçraşsan salam mı qılma, salamını mı ilik alma? Fitni fasad tarqatquchi, suxanchi, pasiq,
napak, zalim, öktem, qara niyat, buzuq odamlar. Salamlashish shaklidami turli adab qoida bor. Kishilar bilan uchrashganda qo'l elishib ko'rishsa, bir qo'l bilan ko'rishish yoki qo'lning uchini berib ko'rishish adabsizlik va takabburlik bo'ladi. Shunga ikki qo'l bilan aloqanga tekizib ko'rishsak yaqinlik paydo bo'ladi. Qo'l elishganda qattiq silkibmi, qattiq siqibmi ko'rishmasliging normal ko'rishishing kerak. Bak yaqin kishilar, do'stlaring va uzun zaman ko'rishmagan tuqqanlar bilan qattiq siqishib ko'rishsang adabsizlik bo'lmaydi. Qizlar ko'rishganda qo'l elishib ko'rishsimi bo'ladi. Ammo odat bo'yicha bo'lganda yuzini yuziga yiqib ko'rishganda tixim nazokatlik va yaqinlik ifodalanadi. O'zaro quchoqlashib ko'rishishda mundaq bir qancha shart bor. Safardan kelgan yaqin tuqqanlar o'zini kutib turgan kishilar bilan quchoqlashib ko'rishib, muhabbatni, sig'inishni ifodalaydi. Qur'oniga yetmagan o'g'il va qizlarni quchoqlab, ham yuzidan so'yib ko'rishsa bo'ladi. Yot xotinlar har qancha yaqin bo'lsa-mu quchoqlashib ko'rishish cheklandi. Ayollarning quchoqlashib ko'rishida ana bola, xotin ko'pchilikning o'yinda o'zini tutib, quchoqlashishdan hayo qilishi kerak. Bir tuqqan va bir nevarlar quchoqlashib ko'rishsa bo'ladi. Balam, burun Uyg'urlarda mo'tvar, ulug' kishilarni ko'rsa qo'lini so'yib ko'rishish odati bor edi. Hozir qo'lini so'yib ko'rishish to'g'ri emas. Xo'shlashishmi ko'rishishga o'xshashli intayin muhim. Xo'shlashishdimi qo'l elishib, quchoqlashib xo'shlashish qoidasi ko'rishish talablariga o'xshash. Amonlik tilganda mundaq so'zlar qo'llanildi. Xudo saqlasin, Xudoga omonat, salomat bo'ling. Amonlik tilayman, salomat ko'rishga nasib qilsin. Ishlaring ko'ngilgidek bo'lsin. Agar biror kunlik ayriladigan bo'lsa, xayr xo'sh, at ko'risharmiz. Agar kech vaqt bo'lsa, yaxshi tush ko'ring degandek so'zlar bilan xo'shlashish yaxshi. Ko'rishganda bo'lsin, xo'shlashganda bo'lsin, ochiq yo'ruq, xush chiroy bilan muomala qilish kerak. Yasinish va kiyinish odablari. Balam, yasinish va kiyinishning o'ziga yarasha adab qoidasi bor. Oldi bilan kiyim-kechaklaring pokiz, toza bo'lsin. Ratlik kiyingin. Bo'lib ommaviy so'rinlarga borganda kiyim-kechakka bakmi ahamiyat bilan qarashing kerak. Bu sening shu so'rinliklarni hurmat qilganliging bo'ladi. Ommaviy so'ringa sangil-sungul, maynat, qasmoq kiyimlarni kiyib borsang, o'zingning e'tibori bo'lmaydi, dushmanlaring bo'lsa kuladi. So'rinni ko'zga ilmagan bo'lib qolasan. O'g'il bola Qur'oniga yetib qolgandan keyin mo'ysipitlarning oldida va qiz ayollarning oldida yerim yalang'och holatda turishi adabsizlik bo'ladi. Qizlar oilada bo'lsin, ommaviy so'rinlarda bo'lsin, yangsiz, qo'ltiq ochiq maykalarni kiyishi, tizidan yuqori tar, mingishda qiynaladigan yopkalarni kiyishi hayosizlik sanaladi. O'g'il bola kiyim-kechakka ortiq havas qilmasligi, qizil tuzul kiyimlarni kiymasligi, qo'liga uzuk, bo'yniga zanjir va boshqa zarlik narsalarni zinnat uchun ishlatmasligi kerak. Bu hol ayollar bilan o'zangi so'qishtirganlik bo'ladi, ham kishilarning g'idiqini qo'zg'aydi. Esil kiyimlarni kiysang bo'ladi, lekin yasanchiqlik, takabburlik, manmanchilik, havo havas uchun yasinish adabsizlik bo'ladi. Shayx Saidi Guliston nomli kitobida shunday bir misol keltirdi. Bir yo'g'on qo'rsoq ahmoqni ko'rdim. Uning uchisida qimmatbaho to'n, ostida arab eti, beshida Misrning esil raxtdan qilingan sallisi bor edi. U ot ustida hech kimni pisandlik olmay gidib o'ltiradi. Bir hamroyim mendan so'radi. "Saydi, bu pamsiz hayvonning uchisidagi kim xaptonga qanday qaraysan?" Men dedim, "Mazmuni yomon xat oltin hal bilan yezilibdi, xolos." Shirboning hukmronlik taxtida saltanat surib o'tadi, deb hikoya qilindi Axloqul Muhsinninda. Uning bir o'g'li bor edi. U ajoyib qimmatbaho sarpoy kiyib olgan edi. Buni ko'rib o'g'liga, "O'g'lim, podshohlar to'ni shunday bo'lgayki, u hech kishining xazinasida bo'lmagan va xushxo'ylik yo'sullari bilan o'ziga tartib bergan kishi hammadan chiroyli ko'rindi", dedi. "Undaq egin nada bordir?" dedi shahzoda. Podshoh, "Undaq eginning o'rishi xushxo'ylik, orqiqi muloyimlikdan ishlangandir. Bu so'zni ma'qul ko'rmasang shuni bilginki, olamdagi barliq yaxshi sifat va xushxo'ylik yo'sullari bilan o'ziga tartib bergan kishi hammadan chiroyli ko'rindi", dedi. "Shunga bolam, go'zal xuluq ming kin xaptondan yaxshi. Agar esil kiyim-kechaklarni kiyib olib, axloqsizlik, hayosizlik qilsang, hamma odamga haqir va past ko'rinasan." 3. Safar va yo'l yurishdagi adab. Balam, Uyg'urlarda musofir bo'lmagan odam to'liq odam bo'la olmaydi degan gap bor. Safarning xosiyati nihoyat cho'ng. Bu xususda Alisher Navoiyning munu bayonlariga quloq solgin. Iskandar Zulqarnayn Aristoteldan so'rabdi. Safarda odam ranj mushaqqat chekidi. Kishining tabiati haraj tortidi, qiynaladi. Shundoq bo'lsa-mu nurg'un kishilar safar qilishni zarur deb qaraydi. Buning hikmati nima? Safarda qiyinchilik ko'p bo'lsa-mu,
deb javob beribdi Aristotel. Lekin donolar safar qilishni tashabbus qilishgan. Chunki safarning kishiga nurg'un foydasi bor. Har bir mushaqqatning keynidan rohati, har bir mushkullikning orqasidan halovati bor. Masalan, osh tomoq jonning rohati, tanning quvvatidir. Ammo shundoq aziz narsa o'tning jafosini tatmoqcha xamliqdan pishib tayyor bo'lmaydi. Oltinni hamma xaloyiq yaxshi ko'rib e'tiborlaydi, lekin uni o'tga kirmagicha tozalanmaydi. Haqiqatan safar azobi do'zax azobi degan gap bor. Bu o't ko'yishni hech kim xohlamaydi. Biroq inson uchun safar yanada zarur. Chunki musofirlarning oltin vujudi safar o'tlari bilan tovlanib, sop va pok bo'ladi. Safarning yana bir xosiyati shuki, badan shu orqali sog'lomlikka erishadi. Oddiysi bir odam biror masalada ikkilanish sababidan ixtiyorsiz holda bir necha qadam minib qo'ygan taqdirdami, uning badandagi buzuq moddalar va ziyonli xilitlar hazm bo'lib, g'izoga ishtiha paydo bo'ladi. Demak, shunchalik safardanla uningga ko'p sog'lomlik ato qilindi. Safarning yana bir xosiyati u odamning tabiatiga xushallik baxsh etadi. Ruhini ko'taradi. Ko'ngilning buzuqlari tuziladi. Ko'ngil ayniki tozalanadi. Davomli bir xil havo, bir xil suv, bir xil muhit va tuproq turaverishdimi odamning badaniga og'riq va zaiflik yuzlanadi. Bundaq chaqda kishilarning tabiati toza va yangi narsalarni talab qiladi. Bir xil narsani takror qabul qilishdan zerikadi. Yep-yangi va boshqa narsalarga erishishni orzu qiladi. Buningga faqat safar orqali erishgili bo'ladi. Shuning bilan kishilarning tanida sog'lomlik, muqimlik va kuch-quvvat hosil bo'ladi. Safarning yana bir xosiyati shuki, safar dardmanlarni orzusiga yetkazadi. Mahrumlarni murodiga yetkazadi. Xamlarni pishiradi. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar bilan uchrashtiradi. Dunyodagi ulug' mo'jiza va hikmatlarni ko'rish fursatiga ega qiladi. Yaxshi xulq, yaxshi odatlarni o'zlashtiradi. Hayotning issiq-sovuqi, ochiq-chuchuklarini tetitadi. Har qaysi shaharlarning avotliklari, go'zal joylarini safar qiluvchilar yaxshi biladi. Demakki, musofirlik mehnatini tatmagan odam vatanning qadr-qimmatiga yetmaydi. Harakat ahliga hayotdan asardir. Qetib bir o'rinda turganlar tiriklik nishonidan bexabardir. Safar tavlanish o'chiqidir. Adab va kamtarlikning sarmoyasidir. Xizrmo safar qilganlarning hamrohidir. Bu sovg'adan put olmagan kishi dunyodagi o'zgarishlardan qanday xabardor bo'lsin? Safar qilmagan kishiga ham keladi. Issiq sovuqqa chidamaydi. Yana shunday xosiyati borki, musofirlik o'zingga o'zingni qayta tonutadi. Jamiyatni, odamlarni tushunishga yordam beradi. Odamning yaxshi yomoni, mardligi va xasisligi safarda siniladi. Balam, safarga chiqsang iloji bor, yaxshi hamrohlar bilan birga chiqqin. Shundla yo'lning mushaqqati bilinmaydi. Safar jarayonida yanada nima bo'lsa safardoshlar bilan birga yegin. Yemek-ichmakni ulardan yo'shirma. Hargiz hamrohlaringni tashlab ketma. Ular yo'lda og'riq siloq tortib qolsa, holidan obdan xabar olgin. Safar degan odamning fazilatini sinaydigan sinoq teshi. Balam, agar o'sib cho'ng bo'lgan yurtingda turmushing ko'ngilgidek bo'lmay, kishilarning e'tiboriga erisholmay, bir yoqda so'rilib qolgudek bo'lsang, safar qilib jahon ko'rib boqqin. Quduqdagi paqadek osmonning cho'ngligi shunchalik o'xshaydi deb qanoat yostiqiga beshingni qo'yib yetaverma. Agar senda mundaq bir qancha aloyidliging bo'lmasa, iloj bor yurtingdan ayrilma. Birinchi, qo'lingda yaxshi hunar, kallangda bilim bo'lishi kerak. Qo'lingda hunar bo'lmasa, nega borsang sana qozonning quliqi to't. Ikkinchi, qo'lingda oz to'la dasmiy bo'lishi kerak. Quruq qo'l bilan yuzingga qizillik yugurtalmaysan. Uchinchi, har yerga borsang ochiq ko'ngil, xushxo'y, chiqishqoq, adab qoidalik bo'lgin. Shundalar kishilar seni xalab orasiga oladi. Balam, yo'l manganda nihoyat salmoq, normal qadam bilan mang'in. Putlaringni so'rab, u yoq bu yoqqa, yo'lovchilarga qarab hang'ib mangma. Ko'chada bir narsa yeb mangma. Qaddingni ko'tarib, mazmut qadam bilan udul qarab mang'in. Yo'l manganda xiyol bilan mangma. Bo'lmasa yaqin tanishlar uchirsimi ko'zing ko'rmay qoladi. Ham ba'zi xim xatardan xoli bo'lolmaysan. Ko'cha laypatqoq bo'lsa, boshqalarga lay chachirib o'tishdan ehtiyot qil. Qistonchilik bo'lib birarsining mo'risiga o'rilib ketsang yoki birarsining putini dastlab salsang, kichik piyillik bilan apu so'rg'in. Cho'nglar ayollar so'zlashib turgan yerdan o'tganda hargiz o'tirsidan kesib o'tmagin. Yo'l ustida bo'lsin, mashinaga chiqqan va chiqadigan chog'da bo'lsin, cho'nglarni, ayollarni hurmat qilib yo'l bergin. Ustozing bilan birga mang'an bo'lsang, azroq orliq tashlab keynidan mang'in. Oldiga kirib olma, bo'lmasa adabsizlik bo'ladi. Bir kim bilan birga mang'an bo'lsang, yo'lda yana bir tanishing uchrab qolgan bo'lsa, salom berib o'zir so'rabli mang'in. So'zlashib, hamrohingni saqlatib qo'yma. O'tar yo'lda bir kim bilan paranglashib turma. Yo'lning chetiga chiqib so'zlashgin. Yo'lda to'lab, varqirab-jarqirab gap qilishdan hazar qil. Yo'lda kelmas tukiradigan, mishqiradigan, shapaq shaltaqqa o'xshash narsalarni yo'lga tashlaydigan adabsizlikni hargiz qilma. Yo'lda kishilarga aziyat yetkazadigan tosh va boshqa mehnat narsalar bo'lsa ilib etgin.
avtobus va boshqa qatnash qurollarida safar qilgan bo'lsang, hargiz kelmas qalayimqan narsalarni tashlama. Avtobusmu ommaviy qurol. Uningga shöpük narsalarni tashlasang, ham me'natchilik, ham adabsizlik bo'ladi, bolam. 4. Ommaviy so'rovlardagi adab. Balam, ommaviy so'rovlarda, ya'ni sinfda kishilar bilan suhbatlashganda, boshqalarnikida mehmon bo'lganda, majlisda adab qoidaga bek rioya qilg'aysan. Bundaq so'rovda har bir harakating kishilarning nazariga tushib turadi. O'zing so'rab, har bir halqaga diqqat qilgin. Sinfingda parta o'rindiqlarning ustiga putini ilib o'ldirish, parta o'rindiqlarga dassash, doskaga qalayimqan suratlarni chizib qo'yish, qalayimqan so'zlarni yozib qo'yish, muallimlarga va saboqdoshlarga yirik qo'pol gap qilish qatorliqlar adabsizlik bo'ladi. Balam, ziyofatga barsang adab kamirini belga bog'lab, nafsning o'g'risi, aqling tavalikida g'oliblik usulini o'ynashdan saqlanish uchun mono bir qancha adab yo'sinni o'zingga hokim qil. Eng avval har qanday joyga taklif qilinsang vaqtida borgin. Boshqalarni yo'liga qartish to'lim adabsizlik bo'ladi. Sen aldirash bo'lsang chaqirg'uvchini xabarlantirib qo'y. Chaqirgan yerdan qolma, chaqirmagan yerga hargiz borma. Seni chaqirgan joyga hargiz yana bir odamni shirik qilib aparma. Yana biri chaqirilgan bo'lsangmi ko'ngling xolamagan so'rovlarga bahona ko'rsatib bormagin. Undaq so'rinsang hargiz ko'ngil ozodlik bermaydi. Ko'nglingni yeshiman deb berib, diling chegirib qaytsin. Bir kapam osh va bir o'tlam ichimlikni deb berib o'zingni xar qilma. Har qanday mehmondorchilikqa va yig'ilishlarga borsang, so'rin tanlab, odam tanlab berishga odatlangin. So'ringa borgandan keyin o'zingni tutishni bilgin. Adab bilan o'ltirgin. O'rindiqda o'ltirsang, putlaringni mengashtirib o'ltirma. Boshqa sinishning ustida o'ltirgan bo'lsang, yukinib yoki chazi qurib o'ltirgin. Zo'ng o'ltirish, putini sunib o'ltirish, yon boshlab yetish, boshqalarning tiziga putini mengashtirib olish adabsizlik bo'ladi. Gilam silingan va boshqa silinchi silingan joyga hargiz oyoq kiyim bilan dassima. Oyog'ingni silib kirgin. Paypoqlaring pokiz yuyinib kiyilgan bo'lsin. Paypoqing puraydigan bo'lsa silib etib, putingni yuyib so'ringa kir. So'rinda o'rning nega to'g'ri kelsa shu yerda o'ltirgin. Cho'nglarning oldiga o'tib olsang adabsizlik bo'ladi. Cho'nglarning oldiga adab bilan kir. Qo'llaringni pulanglatib, gidib takabburlik qilmagin. Har qanday odamning cho'ng kichikligi, jamoat oldidagi qadr-qimmatining yuqori tuvanligi, bilimlik yoki bilimsizligiga qarab jamiyatda belgilik o'rni bo'ladi. O'z o'rningni bilmasang, o'zingning qadr-qimmatining qanchalik ekanligini bilmagan bo'lasan. Taom yeganda o'ng qo'ling bilan yegin. Cho'nglar taomga qo'l uzatishdan burun qo'lingni tomoqqa uzatma. Nafsing balasi seni aldiratgan bo'lsa-mu, boshqalarning oldidagi luqmaga qo'l sunma. Aldingda nima bo'lsa shuni yegin va shuningga qanoat qilgin. Tamoq yeganda aldirabmi ketma, nazlanibmi o'ltirma. Ochko'zlik qilib yonchiqingga bir narsalarni silib olma. Boshqalar tamoq yeyotgan chog'da ularga sep solma. Bir kishi tamoq yeyotgan ekan, udilida o'ltirgan yana bir kishi u odam endi taomni ig'ziga silib olsa, ogohlantirib qo'lingizdagi tamoqni qiltirdi debdi. Heliqi kishi darhol o'rnidan qo'yib dasturxondan chiqib ketibdi. Sahibxon kaynidan chiqib nima ish bo'ldi deb so'ragan ekan, u kishi shuncha orliqdan bir kapam oshdiki qilga ko'z tikib turgan odamning oldida taom yeyish makruh deb javob beribdi. Balam, so'rinda taomni ushshaq chaynab yegin. Aldirab бүтін yutma. Qiziq piti o'tlab qolma. Oshni puvlashmi adabsizlik sanaldi. Qisqasi, nafsing hokimlik qilib fazilatini pastlashtirmasin. Suhbat ustida esnash, tish ko'lash, burun ko'lash, tirnoq elish, biraylan gap qilayotganda yoki so'z chilayotganda kusurlashib gap qilish adabsizlik bo'ladi. Esnek kelsa imkon bor chandurmaslik, tushkurik kelsa ikki qo'lini eg'izga tutib, tukurik chachrandilarning boshqalarga chachrab ketishini saqlanish kerak. Suhbatdoshlaringning hech qaysini buyruqvozlik qilib ishga buyurma. Suhbat davomida boshdan oyoq zuvan surmay o'ltirib olma. Unda qilsang adabsizlikla emas, balki boshqalarning ko'nglida shubhi paydo qilib qo'yasan. Do'st, yar birodarlaring bilan birga o'ltirganda oradan biror odamni cho'ng bilib xushomadchilik qilib, o'zingni past o'ringa tushirib qo'yma. Boshqalarning g'aybatiga quloq solma va o'zingni g'aybat qilma. Balam, o'zing mehmon kutkuchi bo'lib qolganda mundaq taraflarga diqqat qilgin. Mehmonlarning hammasiga o'xshash muomalada bo'lgin. Biriga ko'p iltifot ko'rsatib, biriga e'tibor qilmaslik adabga yot. Mehmonlarga ochiq chiroyi, xushchaqchaq holda muomala qilib kutib ol. Avval mehmonlarning qo'liga suv berish bizdagi yaxshi an'ana. Suv berganda 3 qatim suv qo'ysan. Suni bek egiz tutibmi, bek past tutibmi emas, normal tutib bergin. Qo'l yuvgandimi 3 qatim quygandan keyin xo'sh deyish yaxshi. Qo'lini yuyib bo'lib silkish adabsizlik bo'ladi. Mehmonlarni tamoqqa taklif qilganda bir odamning nomini chaqirib tamoqqa undima. Mehmonlar tartilma ilinglar deb o'rtaq taklif qil.
Mehmonlarning biriga cho'ngroq luqma, yana biriga kichikroq luqma tortishmi mehmonga bo'lgan hurmatsizlik. Suv ichish va tamoq yeyishda mundaq bir qancha muhim adab bor. Suv ichganda ko'lchak, o'stang va chilakka dum yetib, og'zing bilan suv ichma. Esingda bo'lsinki, hayvonlarla bevosita og'iz bilan suv ichadi. Qochida, nogayda suv ichgan chaqda qochiga udiltinib ichma. Har qancha usab ketgan bo'lsangmi, uzib ichgin. Aldırab javğıyыңdan va qachi girvikidan suning kiyim-kechaklaringga yoki gilam ko'rpalarga eqib tushishidan ehtiyot qil. Chaynak va shuning o'xshash narsalarning jo'g'isidan suv ichma. Bumi adabga xilof balam. Tamoq yeganda bo'lsin, suv ichganda bo'lsin, o'ltirib yeb ich. O'ri turib, minib yurib yoki eshik oldiga chiqib tamoq yeyish adabsizlik bo'ladi. Tamoq yeganda og'zingni qachiga yaqin opirib olma. Qo'shiqsiz, cho'ksiz, bevosita qachi bilan tamoq yema. Qo'shiq bilan tamoq yeganda bo'lsin, cho'ki bilan tamoq yeganda bo'lsin, az ilib ye. Og'zingga patmoqdek elib olib, qolganini yana qachiga qaytirish adab qoidaga xilof. Qo'shiqni og'izga aparganda og'zingni bekmi yo'g'on ochma. Normal ochgan yaxshi. Qo'shiq va cho'kini og'zingga ichkiri silib tamoq yema. Oshni shalapishtirib ovoz chiqarib yema. Qo'lda tamoq yegan bo'lsang, bir qo'ling bilan yegin. Yana bir qo'lingni hargiz yaqin aparma. Qo'lingdagi qoldiq tamoqni pokiz yeb, ondan qayt qo'lingni so'zg'in. Hargiz qo'lingni dasturxonga qoqma, ham qo'lingni dasturxonga surtib qo'yma. 5. Kulish adabi. Balam, kulkimu har bir odamning qanday odamligini, fazilatini o'lchaydigan bir muhim belgi. Odamning nimaga kulayotganligi, qanday kulayotganligiga qarab, uning fazilatiga va farosatiga baho bergili bo'ladi. Kulki insonga xos xususiyatlardan biri. Odam kuladigan fursat chiqsa, ayamay kulib olgulik. Ko'ngilsizlikka va baxtsizlikka uchragan chog'laringdami ochiqlanib chechilib o'zingni ufratgandan kulib qo'yganing sen uchun to'liq foydali balam. Kulki odamni jushqin qiladi, ruhingni ko'taradi, mijozni normallashtiradi, nirvangni tinchlantiradi. Yaxshi bir kulib olsang, harduqing chiqib yengillab qolasan. Shunga ba'zi danishmanlar hayotning ma'nosi nima desa, kulki deb javob berishgan. Xushxo'y odamga butun olam xushxo'y ko'rindi. Ruhi sog'lom odamlarla haqiqiy chin ko'ngildan kulalaydi. Xushchaqchaq bo'lsang, har bir kuning xushal, baxtiyor o'tadi. Undaq odam baxtli odam. Ochiq ko'ngil, sehiy, mehribon odamlar chiroyli kulalaydi. Balam, kulki bor joydan qochma. Chin vujudingdan va haqiqiy ko'nglingdan urg'ib chiqqan kulki o'lgan hujayralarni terildiradi. Sana sog'lomlik bag'ishlaydi. Kulki umrni uzartadi. G'am qayg'u umrni qisqartadi degan gap rost. Külmekçi bolsang çaqçaqdan qaçma. Çaqçaq degan aqldan chiqadi. Tafakkurni chiniqtiradi. Hozir javoblikni o'g'itadi. Çaqçaq degan çaqçaq, uni tushungin. Rastga burab terikma. Qo'pol javob berma. Çaqçaqni tushunmaslik, terikish adabsizlik bo'ladi. Feyrbach çaqçaq to'g'risida mundaq degan ekan. Çaqçaq ko'ngilni tegi yo'q hanglardan o'tkazib keta oladi va kishiga dard alamni mansitmaslikni o'g'itadi. Balam, har qanday ish chekidan eshib ketsa, yomon ta'sir beradi. Kulki boshqalarga huzur beg'ishlashi, shodlantirishi kerakki, hargiz g'ashlik paydo qiladigan bo'lmasin. Buning uchun mundaq bir qancha ishga diqqat qilgin. Oldi bilan o'zing gap qilib, o'zing kulma. Anchiki gaplarga qaqoqlab qattiq un bilan kulma. Mundaq kulki maslarga, talbilarga xosdir. Qilibdan chiqqan ziyoda kulki bir tarafdan seni nodon o'ringa tushirib qo'ysa, yana biri o'rinsiz kulki yasimi bo'ladi. Yasima kulki xushomadchilikni ifodalab qo'ydi. Boshqalar baxtsizlik uchirsa, kaynidan kulma. Bir odam tiyilib yiqilib tushsa, kulib ketish adabsizlik. Bo'lsa berib yo'lab qo'ysang fazilatliksan. 6. Kasal yo'qlash adabi. Balam, turmushdagi yana bir muhim ish va fazilat kasal yo'qlash adab qoidasiga rioya qilishdir. Sen yaqinlaring, savodoshlaring, do'stlaring, muallimlaring yoki tuqqanlaring kasal tartib etib qolgan bo'lsa, ularni yo'qlab borgin. Nima ilib berishing muhim emas. Eng muhimi ko'ngil sanab, uningdan ahvol so'rashning o'zi sening odamgarchiligingni ifodalaydi. Biroq kasal yo'qlashning o'ziga xos adab qoidasi bor. Kasalning oldiga kirgan vaqtda ochiq chiroy, xushxo'y bo'lgin. Kasal bilan nihoyat do'stona va shafqat nazari bilan ko'rishish lozim. Ig'irroq kasalning qishiga kirganda to'limi yangi kiyimmi emas, ko'ni kiyimmi emas, o'tir hol kiyim kiyib kirgin. O'zingning normalligini saqlab, ahvol so'ra. Ha deganda kasalning chiroyiga qarab turib olma. Ko'p gap qilma. Yuqori ovoz bilan so'zlama. Adab bilan chiroyingiz xilali yaxshi turadi. O'ngishilib qolganda qilasiz deb ruhini ko'targin.
Hergiz sarg'ayib qapsiz, ko'zingiz o'ltirishib ketibdi degandek gaplarni qilma. Bemorning qishida ko'p o'ltirib olmaslik kerak. Agar kasal o'ltirishingni o'tinsa, xushchaqchaq gaplar bilan ko'nglini ko'tarishga tirishqin. Yuqorqi bir qator adab qoidalardan boshqa yana farzandlarga musibat kunlarida o'zini qandoq tutish, boshqalarga qandoq so'zlar bilan tasalli berish, boshqalarning muvaffaqiyatlarini qandoq tabriklash, hayit ayam kunlarda kishilar bilan qandoq berish kelish qilish qatorliq sohalardagi adab axloq o'lchamlarini o'rgatish kerak.